Selam dostlar, Qozonimiz bo'yicha sayohatimizni davom etamiz. Bugun biz bosh qalabizning o'zagida, buloq yanında. Hozir ko'z oldina keltiruvda bor, lekin ilgirgi vaqtlarda Qobon ko'li, buloq ham Qozonsuv bir-birisi bilan tutashgan bo'lganlar. Ham ular birdam suv yo'lini tashkil etganlar. Zo'r karablar yeri olsin uchun maxsus shluzlarda tuzilgan. Idildan kelgan karablar buloq osha Qobon ko'lini o'tolganlar. Ko'z oldingizga keltirasizmi do'stlar? Yozgi tashu vaqtida karablar hatto Qobon ko'lining eng yiroq qo'shmoqlarına da borib yeta olganlar. Qay bir rivoyatlarda buloq tubida yor bo'ylarida shishmalar ko'p bo'luvi turida siylana. Onun suvini ishirga tutganlar. Xon tabinida quyilasi rizqlar uchun qomirni da naq shusha suvdan izganlar emish. Umuman, buloq ilk xon xalqin suv bilan ta'min etida zo'r rol o'ynagan. Ham tag'in bir qiziqli fakt. Kanalning bir necha suv tegirman toshin aylantirilish kuchi bo'lgan. Shul tegirmanlarning ikkisi 16-asrning ikkinchi yartisina qadar ishlagan. Qozon xonligi olingach tegirmanlar da sutila, shluzlar da yo'qqa chiqa. Lekin shunga da qaramasdan 18-asrning oxirina qadar buloq suv yo'li bo'larak o'zining ahamiyatini yo'qotib bitirmay. Tura-bara kanal shistaligini yo'qolta. Chunki iliklikdan buloq bo'yinda munchalar o'rnashgan bo'la. Bu munchalar pishroq suvlarini buloqqa og'izganlar. Shulay etib buloq shupshar, pishroq suv og'iztirgan kanalga o'rilgan. Buloq osha 5 ko'pir solingan bo'la. Ular orasida eng qiziqlisi ikki yoqqa ochilishi ko'pir bo'la. Tunla ko'pirni ochib, Idildan Qozonsuga kirgan karablarni yor bo'yindagi skladlarga o'tkazganlar. Shu vaqtda Qozonda yong'inlar yish bo'la, ham ko'pirlar da ziyon ko'ra. 1829-30 yillarda birida rekonstruksiya o'tdi. Buloqni shistartalar, ko'pirlar salalar. Mana shunday qiyofatda buloq bizning kunlarga qadar kelib jetdi. Birida o'rnashgan ko'pirni 1799-yilda savdogar Ivan Jarkov o'z aqshasidan soldirgan. Bugungi kunda buloq bunda bita. Demak, buloq Qozonsuv ilg'asidan uzila. Boridek yer osti trubasi yordamida yilg'a bilan tutasha. Shusha o'rinda sirk ham stadion tuzila. Shaharimizning tarixi bek qiziqlar. Bugunga men sizning bilan sog' bo'lasham. Tug'an yoq tarixini o'rganamiz do'stlar. Sog' bo'ling'iz.